Demak, sizlar bilan bugun biz uquvlarimizni ketma-ketligini ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib, agar sizlar makeup ishlatadigan bo'lsanglar, sizlarga mana bunaqa молочко, sherbet yoki gidrofilkaga o'xshaydigan mahsulotlar kerak bo'ladi. Ikkinchi bosqich esa yumshoq penkalar yordamida yana bir marta yuvib olish. Bubble mistlar yoki mistlar yuzimiz tozalangandan keyingi bosqich bo'ladi. Agar sizlarga mana bunaqa tikanli maskalardan foydalanish qiziq bo'ladigan bo'lsa, yuzimizni toner bilan namlantirib olganimizdan keyin foydalansak bo'ladi. Uqudimizning asosiy etapi aktivli sivritkalar. Ertalab yoki kechqurun yuzimizni namlantirib olganimizdan keyin foydalansak bo'ladi. Har doim aktivli sivritkalardan keyin uqudimizni krem bilan покрывать qilishimiz shart. Nima uchun? Agar aktivli sivritkalardan keyin krem ishlatmasak, ishlatgan aktivimiz havoga uchib ketishi mumkin. Kunduzgi uqudimizning eng asosiy etapi bu SPF'lar. SPF'larda ham qanaqa xolasanglar tonab, xolasanglar oddiy klassik SPF'lar faqatgina PA++li. Undan kamrog'i hozirgi bizani UV nurlardan himoya qila olmaydi. No, обязательно SPF ishlatishimiz shart. Qo'shimcha uqudlar, qosh, kipriklar uchun yoki ko'z atrofi uchun kremlar, bular odatda kechki payt ishlatiladi, yotishdan oldin va uqudimizning eng oxirgi etapida. Haftada 2 marta yoki 3 marta mana bunaqa enzimkalardan ishlatib turish kerak. Nima uchun? Chunki terimizda eskirgan hujayralar qolib ketadi. Ana o'sha o'lik hujayralarni mana shunaqa enzimkalar yoki BH kislotali penkalar bemalol ketkazib yuboradi. Buguncha bor ma'lumotlar mana shulardan iborat. Keyingi safargi videolarda ko'rishguncha xayr.